Ana biz kelib joylashib oldik, nasib qilsa hozir xonamizda obzorini qilib beramiz. Yotadigan joyimizda. Xonachalar. Yotadigan joyimiz 6 kishilik ekan. Mana bu birinchisi. Bunisi mana ikkinchi xonachamiz. Har bitta xona 2 kishilik xonachalar ekan. Hojatxonasi, dushi. Bu yerda oshxonasi. Bu yerda choy ichib o'tirsa bo'ladigan joyi mana. 6 kishilik xona, 6 kishiga bemalol joy bo'ladi. Joylashib choy ichsa. Yaxshi, xonalari ham ma'qul keldi. Hamma shart-sharoit bor. Oshxonamizni ham obzorini qilib o'taman hozir. Mana bu yerda 1, 2, 3, 4 ta. Narigi tarafda ham 4 ta gaz plitasi bor. O'rtada mana stoli bor. Kimdir xomir, non, pon bu narsalarni tayyorlab olyapti. Mana bu yerda mikrovolnovka. Bitta posudalarni yuvadigan joyi 4 ta. Narigi tarafda mana duxovkasi ham bor ekan, mikrovolnovkasi ham. Kecha bolalar mana shu duxovkada non pishirib oldi, o'zimizda bolalar. Mikrovolnovkada ovqatlarni isitib olyapti, qizdirib. Tozagina, ozodagina joy. Yozib qo'yibdi mana. Tozalab bo'lgandan keyin o'zing qutqib bo'lgandan keyin tozalab ket deb. 6:30 dan 8:30 gacha yopiq bo'ladi ekan. O'zini nimasi tozalash vaqti, uborsa ishlaydigan vaqt ekan. Aptechkalari turibdi mana. Sharoit zo'r, yaxshi, hamma narsa. O'zini uborsasi bor ekan, tozalab, mana shu belgilangan vaqtda tozalab qo'ygan, ishchilar ishga ketgandan keyin, bizlar ishga ketganimizdan keyin. Hozircha shu. Va yana mana eng kerakli asosiy narsalardan biri kirlarimizni yuvish uchun kir mashinalar, strelkalar hammasi bor mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. 5 ta bu tomonda, 5 ta bu tomonda. 7 kilolik, 8 kilolik, 7 kilolik, 8 kilolik bo'lgan kir mashinalari. Sharoiti yaxshi mana. Bu yerda yuvib olasiz, o'zida quritib olasiz va bemalol dars ishlatib o'qitaverasiz. Keyin bu yerda kunlik ishga chiqadigan odamlarning ro'yxati ham yozilgan ekan. Har bitta odamga mana shunday nomer berilgan ekanda. Kunlik ishga chiqadigan odamlarning ro'yxati. Karavanda Wi-Fi bor, hamma joyda ishlayapti. Xonada faqat sal sviyazi kamroq ekan. Mana shu.